Assalamu alaykum. Kitap o'qish munbiri avlodlar to'rbetiga xush keldingiz. Men Nuriya Rahman. Keynimdiki bu fontanni ko'rib paraz qila oldinglar? To'g'ri. Bugun men Janva ko'li bo'yida. Havo shunchalik yaxshiki, hamma odam ko'chaga chiqyapti. Shundoq chiroyli kun bo'lyapti. Asarni o'qishni boshlashdan ilgari sizlarga bir ikki qiz gap qilgim kelyapti. U bo'lsa-mu bilasizlar, kitap o'qish munbirimiz 2019-yili qurilgandan beri izchil holda sizlarga asarlarni o'qib beryapmiz. Mana bu 7-yilga qadam qo'ygan bugungi kunda qarab baqsam, ilgir keyin bo'lib, sinliq bo'lsin, ovozliq bo'lsin, jami 500 qitim asar yo'llanibdi. Xursand bo'ldim. Mana mush munosabat bilan men kitap o'qish munbiriga qarindoshlarimga, qizim Dilfuruzga vakolatan mana mushu shuncha ko'p yillardan beri kitap o'qish munbirimizga izchil diqqat berib kelayotgan, qo'llayotgan, yurak so'zlarini, ilhomlarini ayamay kelayotgan mushtari qarindoshlarimizga ham shundaqla kitap o'qish munbirimizga asarlarni yoqtirib anglayotgan har bir qarindoshga chin dilimdan rahmat aytaman. Rahmet, Xudoyim buyursa, buningdan keyin yana davomli nadir asarlarni o'qib, hozirlarga sunishga tirishimiz. Yana kelib, mana shunday go'zal manzirada. Bek chiroyliqa. Ay, xo'sh. Qo'limda Anvar Abdurahim apandininki qalamada bitgan yozuvchilar bilan suhbat nomli bu qimmatli kitob. İlgiri bu kitaptan bazı asarlarını, söhbetlerini okup bergen buldum. Devamlı okup beraman. Bu kitap Yaşlar Ösmirler Neşriyatı tarafından 2000-yili nashr qilingan. Xatolaşmasam mana 2000-yili 4-oyda nashr qilinganken 25 yildan keyin qo'limga bu kitobni elib sizlarga o'qib berib etibdiman. Bak xursandman. Hem sizlarni o'zinglarni taylaylik his qilsanglar bo'ladi. Chunki bu kitobga kirgizilgan suhbatlar bizning donliq yozuvchilarimizning o'z og'zidan chiqqan turmush kechirmishlari, mush ijodiy hayotidagi nihoyat qimmatli aslimalar kirgizilgan. Xo'sh, bugun o'tganda bu kitobdan bir asarni o'qigan vaqtimda Abdur to'g'riliq biroz tonishtirish berib o'tgandim. Shuningdami? Xeyli bo'ldi, uningga biroz Abdur haqida tanishtirishni o'qib o'tay oldi bilan. Muharrirdan Anvar Abdurahim 1943-yil sentabrda Bo'rtalada Uşaqqul Hünərvən ailəsində doğulğan. Başlanğıç məktəb tərbiyəsini Bo'rtala, Süydün, Altay qatarlıq joylarda alğan. 58-ci ildən 1961-ci ilgacha Köktoqayda açılğan o'rta dərəcəli Kan texnikumda o'qigan. 1961-ci ildən 79-cu ilgacha Köktoqay Kan rayoniga təbə başlanğıç və o'rta məktəblərdə 79-cı ildən 82-ci ilgacha Altay 3-cü kan Farzandlar məktəbində o'qituvchilik qilgan. 1982-ci ilning oxirida Abnum rayonluq Adabiyot san'atchilar birlashmasiga yetkilib kelib, Tarim jurnali tahrir bo'limida ishlashga boshlagan. U hozir bu jurnalning muavin bosh muharriri, kandidat oliy muharrir, yozuvchilar jamiyatining a'zosi. Demak, bu bundan 25 yil ilgarigi ahvolda endi hozir Anvar Abdurahim apandi nada qandoq buni men faqatlam bilmayman. Anvar Abdurahim
Ning adabiy ijodiyati 1958-yili Arzuyum nomli she'ri bilan boshlangan. Uning hozirgacha ijodiyat va ijodiyatchi, adib, asar va baho nomli obzorlar to'plami va Vafadorim meni kechirgin nomli nasrlar to'plami nashr qilingan. 300 parchaga yaqin ilmiy nazariyaviy maqolasi ham adabiy obzori, 100 parchadan ortiq nasr, she'r, adabiy axborot va hikoyasi e'lon qilingan. 5 parcha obzori mamlakat va avtonom rayon darajalik mukofotga erishgan. Bir qism asarlari boshqa tillarga tarjima qilingan. Anvar Abdurahim 1992-yili Tangirtaq jurnali tarafidan uyushtirilgan kitobxonlar eng yoqtiradigan yozuvchi, shoir, obzorchilarni baholab chiqish faoliyatida eng ko'p ovozga erishgan 3 obzorchining biri. Xo'sh, endi Abdurdan degan bo'limni bir o'qib berayin ayt qisqa. Men uzundan buyon yozuvchi shoirlarimizning mazmunga boy ijodiy hayoti, qimmatlik ijodiyat tajribalari, o'ziga xos adabiy qarash, uslub ham badiiy muvaffaqiyatlari kengroq tanishtirilgan bir parcha kitob yozishni ko'nglimga pukib yuratdim. Adabiy taqrizchiligimizning, nazariya tadqiqotimizning adabiyot san'at ijodiyatining taraqqiyotiga yetisholmayotganligi, uzluksiz yangilik yaratilayotgan, dodillik bilan izlanayotgan, jafoliq ijodiy emgak bilan shug'ullanib, ko'zga ko'rinarlik badiiy muvaffaqiyatlarni qo'lga keltirayotgan adiblarimizning o'z vaqtida tegishli bahoga muayyanlashtirishga, qizg'in qo'llashga ega bo'la olmayotganligi meni xijil qiladi. 10 necha adib bilan o'tkazilgan ko'ngillik, qiziqarli va ahamiyatli suhbatlar meni bundoq ko'ngil g'ashtikidan biroz qutuldirdi. Chunki bu suhbatlar meni Zunun Qodir, Abdurahim O'tkir, Tayibjon Eliyov, Abdukerim Xo'ja, Zo'rdin Sabir, Ahad Turdi, Mamtimin Boshur, Muhammad Bag'rash, Nur Muhammad To'xti, Axtam Umar, Farhod Jilan qatorliq adiblarning qalbini kitobxonlar qalbi bilan tutashtirish fursatiga erishtirdi. Menga bundoq imkoniyatni yaratib bergan oq ko'ngil, kamtar, mas'uliyatchan adiblarimizga chin qalbimdan rahmat aytaman. Afsuski, ularning ba'zilari hozir bizning oramizda yo'q. Ular biz bilan mangulikka vidolashgan bo'lsa-mu, lekin ular qoldirib ketgan esil ma'naviy miroslar qatoridan mushu suhbat xotirlarimi munosib o'rin ola oladiganligida qil shak yo'q. Rostini aytganda, bu suhbatlarga meningdan ko'ra ashu jafokash ijodkorlarning ajri ko'proq singdi. Men asosan qo'zg'atish, ilhomlantirish, xotirlash va ratlab chiqish rolini o'ynadim desam bo'ladi. Bu suhbat xotirlari kitobxonlarga muayyan tadqiqot qimmatiga ega yangi ahamiyatli materiallarni taqdim qiladi. Haqiqatan shundoq, demak, bildinglar, bu kitobga Zunun Qodir, Abdurahim O'tkir, Tayibjon Eliyov, Abdukerim Xo'ja, Zo'rdin Sabir, Ahad Turdi, Mamtimin Hoshur, Muhammad Bag'rash, Nur Muhammad To'xti, Axtam Umar, Farhod Jilan qatorliq 11 nafar donliq adibimizning suhbatlari kirishtirilgan. Xudoyim buyursa, hammani muvaffaq vaqtda tanlab birdan o'qib berishga tirishaman. Allah, şu kadar güzel oldu. Biraz sıkı. Mayaqdan nemeler ötüp turduğan boğaşqa, paraxotlar ötüp turduğan boğaşqa sel. Mayaqda kemiler nem süzüvatırken kişiler. Yenemge kelip lam olturdu, bulamның oңлыгысы бар o'xshaydi.
Xo'sh, bugun sizlarga o'qib bermoqchi bo'lganim, o'rlik ketmasin. Bugun sizlarga ustozdan qolgan esil miros degan temadagi suhbat xotirasini o'qib beraman. Bu suhbat xotirasi bizning dangliq yozuvchimiz, dramaturg marhum Zunun Qadiri apandi bilan o'tkazilgan suhbat. Xo'sh, boshlaylik. Ustozdan qolgan esil miros. Uyg'ur xalqining ataqliq yozuvchisi, dramaturgi Zunun Qadir o'zining 60 necha yillik hayotini Uyg'ur hozirgi zamon adabiyot san'atini yuksaltirishdan iborat ulug'vor ishga bag'ishladi. Uning yarim asrdan ko'proq vaqt davomlashgan mo'l mazmunliq san'at faoliyati jarayonida yaratgan g'oyat zo'r ijodiy to'hfalari madaniyat tariximizning batlaridan mangu o'chmaydi. Xalqimizning ko'ngil to'ridan o'rin olgan bu esil fazilatlik insonning o'limi meni cheksiz azobladi. Uning hayot vaqtidagi ta'sirlik ishlari, ma'nilik so'zlari esimga kelib, yuragimni qattiq mo'jidi. Men uning bilan 1981-yil 8-oylarda tanishgan edim. Biz 7-8 yilni birga o'tkazgan edik. Men 1988-yil yanvarda bu ko'ngil buvay bilan o'tkazgan suhbatimizdan xotira yozib qoldirgan edim. Elimi yaxshi, shu chaqdagi suhbat xotirasi saqlanib qoldi. Bu suhbat xotirasini zamondoshlarimga taqdim qilib, sunuq ko'nglimga biroz aram beray. Xo'sh. Zunun aka, sen ijodiyatga qachon kirishding? Tunji asring qaysi? Bu kishi marhum Zunun Qadir apandi bilan sallishidi ekan, garchi orasida 30 necha yosh farq bo'lsa, xuddi oti bilan bola o'tirsa kerak. Lekin men o'qigan vaqtimda siz deb o'zgartay, chunki bearam bo'ldi ekanman. Shunashqa siz deb o'qiy, Zunun aka, siz ijodiyatga qachon kirishdingiz? Tunji asringiz qaysi? Men san'at ijodiyatiga 1936-yildan boshlab kirishdim. O chaqda G'uljidagi bir boshlang'ich maktabda o'qituvchilik qilardim. Jaholatning jafosi nomli 3 pardalik sahna asrim mening jamoatchilikka taqdim qilgan tunji ijodiyat mevam hisoblanadi. Ig'ir turmushdan faqat bilim orqali qutulg'ili bo'ladiganligi aks ettirilgan mushu dramani maktabdagi o'quvchilar bilan birga sahnaga chiqish jarayonida rejissyorlik ham artistlik vazifasini ustimga olgan edim. Savol: siz san'atga qachondan boshlab ishtiyoq bog'ladingiz? Mush haqda biroz tafsiliyroq so'zlab bersangiz. Ma'qul, so'zlab beray. San'atga bo'lgan kuchlik ishtiyoq o'tdi qalbimga go'dak chog'larimda tutashgan edi. Men kichikimda xalq dostonlari bilan xalq cho'chaklarini, qissa ham jangnomalarni berilib angladim. Xat savodim chiqqandan keyin Navoiy, Mashrab qatorliq shoirlarning she'rlarini o'qishga kirishdim. Obulqosim Firdavsiyning Shahnoma, Sheyx Saidining Guliston qatorliq mashhur asarlari bilan tanishdim. Pushkin, Lev Tolstoy, Gogol, Chekhov qatorliq rus klassiklari bilan proletariat yozuvchisi Maksim Gorkiyning tatar va o'zbek tillariga tarjima qilingan bir turkum asarlarini, Sadriddin Ayni, Abdulla To'qay, Umar Muhammadi, Nur Isroil qatorliqlarning roman, povest, hikoyalarini o'qidim. İnsaniyat madaniyatining esil javharlari bilan uzluksiz tanishish mening keyingi chaqlardagi ijodiy faoliyatlarimga zo'r ta'sir ko'rsatdi.
1933 aprel o'zgarishidan keyin Şinjanning har qaysi viloyatlarida Uyg'ur madaniy oqartish uyushmalari qurilib, uning qarmiqidagi sanoyi nafisalar degan gap shu, san'at uyushmasi degan ma'nodagi gapkan tashkil qilinishga boshladi. Sobiq Sovet ittifoqi bilan chegirdosh bo'lgan Alja rayoni Oktyabr inqilobidan keyingi Sovet teatrchiligining ta'siriga baldirroq uchrab, 1934-yili 9-mart kuni G'oljida tunji sanoyi nafisa dunyoga keldi. Bu o'makning maxsus o'yin tayyorlaydigan joyi bo'lmag'ishqa, dastlabki chaqlarda Damo'li Bay degan savdogardan oriyat ilingan bir egizlik uyda faoliyat ilib bordi. San'atga bo'lgan kuchlik havas meni har kuni degidek mushu so'ringa so'rab keladi. Men bu uyning bir bulung'ida o'ltirib, butun ishtiyoqim bilan o'yin ko'ratdim. Ammo bu yerga men o'xshash bolalar ko'p kelgashga, ba'zida o'yin tayyorlashga ta'sir yetkazibmi qo'yadi. Bundaq chaqlarda artistlar bizni uydan qo'qlab chiqarib etadi. Lekin biz yanala ketmay, yo'chuqlaridan marab yoki derizlarga yomishib yurib, o'yinni oxirigacha ko'ratdik. 30-yillarning oxirlarida G'ulja Uyg'ur madaniy oqartish uyushmasining ishxona binosi selinib, sanoyi nafisa uchun cho'ng bir zal ajratib berildi. Bu zalda har kuni kechqurunligi o'yin tayyorlanadi. Men u yerga har kuni degidek berib, sanoyi nafisaning e'lon chaplash qatorliq yuguri yetim ishlarga yordamlashib yurdim. Shunga san'atchilarmi meni yoqtirib kelishdi. Men bu yerda Uyg'ur teatrchiligining nurg'un amaliy bilimlarini o'zlashtirib, o'zimning keyingi chaqlardagi ijodiy faoliyatlarimga asos soldim. Sual. Anlaşımca sen 30-yıllarning Anlaşımca siz 30-yıllarning oxirlarida va 40-yillarning boshlarida Urumchi, G'ulja qatorliq joylarda artist, ijodiyatchi, rejissor, dekorator ham svetchik bo'lib ekansiz. Bir san'atkorning mushunchavala jiq ishning huddasidan chiqmag'i o'ng'ay bo'lmasi kerak. Sizning shu chaqlardagi jo'shqinlik hayotingiz meni bekmi qiziqtiryapti. Men 1937-yili Urumchiga kelib, birinchi o'rta maktabda o'qiyotgan chig'imda yangi madaniyat harakatiga aktiv qatnashdim. Yapon bosqinchilariga qarshi partizanlik urushi aks ettirilgan o'z muhit, qanotliq yo'lbos qatorliq dramalar sahnaga ilib chiqilganda, men dekoratsiya yotkash, parda tortish qatorliq sahna ishlariga xolisona yordamlashib yurib, oxiri nur va dekoratsiyaning ba'zi bir texnikalik usullarini egallab oldim. Shunga 1942-yili G'ulja Uyg'ur uyushmasiga xizmatga o'rinlash bilanla nur ham dekoratsiya ishlarida dodillik bilan yangilik yaratishga kirishib ketdim. Sanoyi nafisa har xil temiriki dramalarni sahnalashtirganda sun'iy daraxt yasash, sharqiratma chiqarib, suv ombiriga oqqizish, qor yog'dirish, oldi sahna, orqa sahna nurini tangshib, oy yulduzlarni chiqarish, asta-asta tong atqizish, to'xuning chillishini, itning qovishishini, ot tuyoqlarning ovozini chiqarish qatorliq vazifalarning huddasidan chiqdim. Nur tangshash uchun to'rislarga yomishib, to'kchiroqlarni o'rnatdim. Sanduqliq transformator tepilmaganda tuzliq suvdan tok o'tkazib, tokni so'slashtirib, yo'riqlikni tangshib sahnaga loyiqlashtiratdim. Qisqasi, sahna atrofida o'zimni unutgan holda aylanib yurib, qattiq
g'erib ketganimni tuymay qolatdim. Dekoratsiya ko'ngildagidek ishlangan kunlari hayajonlanib ko'zimga uyqu kelmay qolatdi. Sahnadagi jimirlab turgan yulduzlar, sehrlik güzel aydın kecha va muhabbat erkinligiga tashna oshiq ma'shuqlarning shirin suhbatlari ko'z oldimdan ketmaydi. Hatto ba'zi kechalari o'yinning shuncha muvaffaqiyatli o'ynalganligidan kishilar toza rozi bo'lishqandu ha degandek xiyollar bilan tong atqizib etdim. Men bu yillarda dramalarda tasvirlangan ajoyib, g'aroyib, sirliq voqea hadislarni sahnada qanday qilganda jonliq ham ro'shan ifodaligili bo'ladiganligi ustida jafoliq izlanishlarni elib bordim. Men sana shu chog'da bo'lib o'tgan mundaq bir qiziqarli voqeani so'zlab beray. Kaynimizda odamlar suv chimilib etibdi. Men undara yo'tkivitday. Erkin dunyo bo'lgan ekan. Xo'sh, bu qiziqarli voqeani sizlarga o'qib beray. Sanoyi nafsa sahnalashtirilgan Farhod va Shirin nomli asarda bosh qahramon Farhod Haqani Chinning xazinasidagi Jamu Jahannama nomli aynakni qo'lga tushirish uchun sirliq xazinaga kirganda ajdaho uningga og'zidan o't chachirtib hujum qiladigan bir ko'rinish bor edi. Men sahna asardagi mushu ko'rinishga chilliq tus berish uchun G'ulji shahari atrofini bir kun kashkicha oqtirib yurib, o'lik eshakning bir quruq kollisini topdim. Hamda uningga og'inam Elis Hamrayev bilan birlikda turli qog'ozlarni choplab, munguz chiqirib, ajdaho beshi yasab chiqdim. Men eshakning umurtqa so'nkining to'shikiga qiqilgan qo'ziqni tutgan holda sahnadagi polning ostiga yoshirinib turdim. Elis Hamrayev og'ziga benzin ilib, qo'lida sarangi tutib, mening yenimda turdi. Farhod xazinaga qadam qo'yishi bilan men polning yo'chqidan ajdahoning kollisini chiqarib, Farhodga hujum qilish harakatini o'rindadim. Farhod ajdahoning bir munguzini chopganda Elis Hamrayev kola og'zidan benzinni purkib saranga chiqib edi. Shu hamolla ajdahoning og'zidan Farhodga o't chechilayotgandek haybatli ko'rinish hosil bo'ldi. Farhod ikkinchi munguzni chopganda ajdahoning beshi tövanga tushishi bilan qog'ozga tutashgan o't Elis Hamrayevning qosh, kirpik va sochlarini ko'ydirib etdi. Eshakning sesiq mengisi eqib chiqib, bosh ko'zimni bulg'ib etdi. O chaqlarda mundaq ishlar ko'p yuz berib turadi. Men yana shu chaqlarda o'ynalgan muzikalik drama G'erib sanamda ustoz, Qur'andoz, Abdulla Shotiri qatorliq personajlarning rolini, Jaholatning jafosi nomli dramada Johir buvayning rolini, Farhod Shirin operasida Shopur rolini, Yevropaning mashhur komediyasi Xiyoli Tibib bilan Google'ning Uylanish nomli komediyasida bosh qahramon rolini, Gulnisa dramasida Qodir rolini, G'erib sanam dastoni asosida ishlangan Shikor ustida nomli bir pardalik dramada Munajjim rolini, Maktab nomli dramada Xalpat rolini, Shanxay kechasi nomli dramada general rolini elib chiqdim. Men o'qtakkan odamning yiqilishini aynan ifodalash uchun oqshomlari uyida har xil qiyofatda yiqilib mashq qilatdim va oilamizdagilardan fikr olatdim. Tam aynakka qarab, chiroy o'zgarish orqali hissiyot ifodalashni, xarakter yoritishni o'rgatdim. Tövrikka yostiq tengib qo'yib, uningga ha deb musht atatdim. Jidalxo'rlarni do'rab, har qismi varqiraytdim. Mening mashqqa shu qadar berilib ketganligimni ko'rgan tuqqanlar menga Zunun oshiq deb laqam qo'ygan edi.
O'qiy beribdimi, keynimdan ayada so'chimilgan birsi o'tibdi, shunlashqa o'qiga yerimni o'chiritib qaytamayandan boshlab o'qiy. Nereden başlap keynimden ötkendi bu bir nima? Şeyden qayta o'qiy beray bo'pti. Shu yillari men yana bir qancha nahiya, yeza ham san'at ömeklerinin yuqorida nom tilga ilingan dramalarni o'ynab chiqishiga rejissorlik qilishib berdim. 1940-yili Ürümchida Yeziklik texnikumida o'qiyotgan chig'imda Lutfulla Mutallib menga Darul Mualliminda o'tilgan siyosiy darsda so'zlangan bir voqeani aytib berib, bu voqeani she'r qilib yozay dedim, qomlashmadi. Sen uni drama qilib yezib chiqsang yaxshi bo'ladi dedi. Men səbdişim Lutfulla Mutallibning mushu taklibi bo'yicha Yapon bosqinchilariga qarshi urush temi qilingan Uchrashqanda nomliq 3 parda 4 ko'rinishlik drama bilan Partizan yo'li nomliq 4 pardalik dramani yozib chiqdim. Sual. Gülnisa G'uncham dramaları qachon yozilgan edi? Men bu iki dramani 1942-yili yozib chiqib, ularni sahnalashtirdim. O'zim rejissorlik qildim. Sual. G'erib sanam g'ulja sahnalarida o'ynalganda siz uningga bir qancha parda ham ko'rinishlarni qo'shganmidingiz? Javob. Ha. Bu 1943-yili bo'lgan ish. G'erib sanam g'ulja sahnalariga elib chiqilganda men uningga shikar ustida va maktab qatorliq 2 parda ham bir qancha ko'rinishlarni qo'shib, uni texnik mukammallashtirdim. Mukofotlangan sahna asarlaringiz bordi? 1956-yili Beijingda o'tkazilgan teatr ko'rikida Toy nomli sahna asarim 3-darajalik mukofotga erishgan edi. Men 1954-yili yozgan bu drama 1955-yili Xinjiang sahnalarida o'ynalgan edi. Etrafında adamlar jiqiyotdi, lekin o'qiy beray. Xo'sh, savol. 3 viloyat inqilobi mezgilida qanday xizmatlarni ishladingiz? Harbiy muxbir bo'lib ishildim. Shuningdek, 3 viloyat vaqtliq hukumatı qaytadan tashkillagan san'at o'mikida ijodiyat bo'lim boshlig'i, qo'shimcha ma'arif bo'lim boshlig'i, inqilobchil yoshlar ittifoqining organ jurnali Kurash, Xinjiangda tinchlik va xalqchillikni himoya qilish ittifoqining organ jurnali ittifoq qatorliq gazet jurnallarda muharrir va bosh muharrir bo'lib ishildim. Ozodlikdan keyinchi 1951-yildan 54-yilgacha G'ulja qizlar o'tir maktabida o'qituvchilik qildim. 54-yildan boshlab Abnum rayonlik madaniyat nazoratining ijodiyat bo'limida ishildim. 57-yildan 63-yilgacha Avtonom rayonlik adabiyot san'atchilar birlashmasining muavin raislik vazifasini o'tadim. Kishilar sizni to'p-to'g'ri 17 yil sürgünde yürgen deyişidiğu. Şundaq, sol Lushenning kasabetidan balı çaqılarım bilen 17 yıl nelerde haydalab yurdim. Akşamları işten herip içip qaytib, qarangı uyga özümüzni taşlaydım. Әтісі таң атар атмайла мәжбүри işqa haydishatdi. Qisqasi biz aşı 17 yılda oylasa odamning yuragi zardab bo'lg'idek fojialik turmush kechirdim. Badanda mag'dur bar chog'larim behuda o'tib ketdi. Xuddi hamdili po'raklagan gulga vaqtsiz ushuk takkandakla ish bo'ldi. Savol. Anlaşımca siz G'azab nomli bir roman yozgan ekansiz. Lekin uning originallarini madaniyat zo'r inqilobi yillarida qizil qo'g'dug'uchilar bulab ketibdi.
Şu romanның originallары keyin tepildimi? Cavab. Mən bu işning jarayonini to'liqroq so'zlab beray. Mən sürgünge haydilishning oldida G'azab nomli bir romanni yozishga kirishgan edim. Barliq ham materiallarni to'plab, boblarga ayirib tayyor bo'lgan chig'imda baxtga qarshi sürgünge menishga to'g'ri kelib qoldi. Şuna qo'limdagi barliq materiallarni, jumladan heliqi romanning originallarini mu eng yaqin do'stum deb hisoblab yurgan ma'lum biraylarning uyiga omonatga qo'yib qo'ydim. 17 yildan keyin qaytib kelsam, heliqi og'inam qo'l yozmalarimni yo'qolib ketdi deb qaytarib bermadi. Keyin anlasam, o mening omonatga qo'ygan qo'l yozmalarimni qizil qo'g'dug'ichilarning qo'liga tutqizib qo'yganmish. Bu men uchun cho'ng yo'qtish bo'ldi. Qo'l yozmalarimning ichida texi e'lon qilinmagan drama va boshqa asarlarim bor edi. Savol. G'azab nomli romaningizni qaysi temaga bag'ishlagan edingiz? Cavab. Uningda zulmatlik koni jamiyatda yashagan bir jup qiz yigitning pok söygünü qadrlab, oxiri murodiga yetolmay qolganligidan iborat muhabbat fojiasini aks ettirgan edi. Afsus. Savol. Zunnun aka, men sizning Uyg'ur adabiyotiga realistik prozani boshlamchilik bilan akirganligingizni xalqimiz o'rtaq e'tirof qiladi deb qarayman. Sizning mag'dur ketganda Cheniqish nomli hikoyalaringizda yaratilgan Boqi, Matniyaz qatorliq obrazlar yangi davr Uyg'ur hikoyachilik tarixida alohida muhim o'rin tutadi. Siz bu obzorlarni moyirlik bilan tasvirlash orqali proza ijodiyatida tipik personajlarning xarakterini yetildirishning jonliq ulgusini yaratdingiz. Siz yaratgan bu jonliq obrazlar Uyg'ur prozachilig'ining taraqqiyotiga aktiv ta'sir ko'rsatdi. Siz tasvirlagan Boqi, Matniyaz qatorliq tipik personaj obrazi ta hozirgacha xalqimizning qalbida yashab kelmoqda. Meningcha bu sizning ijodiyatingizga berilgan eng yuksak baho, eng oliy mukofot. Malal ko'rmisiniz, bugungi mushu suhbat fursatidan foydalanib, Boqi, Matniyaz qatorliq obrazlarni qanday yaratganligingizni, ularning prototiplari bor yo'qligini va mushu obrazlarni tasvirlash orqali qanday badiiy g'oyani ilgari surganligingizni so'zlab bersangiz qanday? Cevap. Men mag'dur ketganda nomli hikoyamdagi Boqi obrazini o'zim bilan taqdirdosh bo'lgan. Yosh vaqtida qo'lidan hamma ish keladigan, muhabbat ham turmushning ta'minini tetigan. Lekin zulmatli kon jamiyatning qatmu-qat zulmi ostida yonchilib, yurak bag'ri laxt qon bo'lib, turmushdan qilch chiqish yo'li topolmay, oxirida bu dunyo bilan vaqtsiz vidolashgan bir do'stimning hayot sarguzashtlarini asos qilgan holda yaratdim. Bu obraz orqali kon jamiyatning bir yaramliq odamni nobud qilganligini yo'ritib berdim. Cheniqishdagi Matniyaz obrazini o'z mahallamdagi bir o'rin odamning turmushiga asoslanib tasvirladim. Shunga u jonliq chiqdi. Tirik odamga o'xshadi. Meningcha proza asarlarda tasvirlangan personajlarda turmushdagi tirik odamlarning alohidaligi qancha gavdalik bo'lsa, shuncha yaxshi. Men Boqi bilan Matniyaz obrazini tasvirlaganda bu nuqtaga diqqat qildim. Yozuvchi o'zi tasvirlagan personajlar obrazi orqali ma'lum ideyani ilgari surdi. Shunga turmushdan elingan xam materiallarni maqsadli holda tavlaydi. Lekin qandaqla bo'lmasin, personajlar obrazi yasalmalikdan, jonsizlikdan xoli bo'lishi kerak.
Savol. Siz hikoya ijodiyati jarayonida to'plagan asosli tajribalar qaysilar? Meningcha, har qanday usta yozuvchimi turmushdan ayrilgan holda asar yoza olmaydi. Shunga yozuvchilar oldi bilan o'zlari tasvirlamoqchi bo'lgan turmush bilan pishiq to'nishishi ham uni aniq, inchga kuzatishi kerak. Bu mening eng muhim ijodiyat tajribam. Dehqonning tilini bilmasang, dehqonni ko'ngildagidek yoza olmaysan. Aşıqning dardini tushunmasang, muhabbatni ta'sirli ifodalay olmaysan. Burun menda bir necha daftar bor edi. Bu daftarlarga jamiyatdagi har xil kishilarning so'zlarini xotirlab qo'yatdim. Keyin bu so'zlar menga ko'p asqatdi. Yana bir tajribam shuki, xalq eg'iz adabiyoti yozuvchiga ko'p foyda yetkazadi. Bizning cho'chak, masal ham rivoyatlarimiz nurg'un afzalliklarga ega. Xalqimiz ularning tilini ifodalash usullarini yoqtirdi. Shunga hikoya ijodiyatida xalq eg'iz adabiyotining ijobiy rolidan unumli foydalanishga mahir bo'lish kerak. Ondan tashqari boshqa millatlarning adabiyotini o'rganishga sal qarg'ili bo'lmaydi. Men Mag'dur ketganda nomli hikoyamni yozishda Gorkining bayon qilish usulidan ijodiy foydalandim. Boshqa millatlarning munavvar badiiy asarlari bilan ko'proq tanishgan yozuvchining nazar doirasi kengaydi. Mahorati kuchaydi. Buningda shak yo'q. Ne kadar güzel. Siz burun masallarni mi yozib ekansiz? Shundoq. Masal orqali oshkora aytish beab bo'lgan ba'zi gaplarni dartmilab davolg'ili bo'ladi. Madaniyat mustabidchiligi hukmronlik qilgan yillarda ba'zi masallarim beshimga to'qmoq bo'lib tegdi. Harom tamoq, tayyortab, o'rin, byurokrat shaxslar qamchilangan masalarimga ayrim kishilar qattiq o'chmanlik qilishdi. Çataq mening masalarimda emas, balki mening masalarimdan qo'rqib ketgan odamlarning o'zida deb qarayman. Yosh vaqtlarimda Kirilovning masalarini qiziqib o'qiydim. Shunga masal ijodiyatida uning ta'siriga uchirdim. Masalarimni obdanroq tahlil qilib ko'rsam, buni aniq his qilasan. Oxirgi savol. Meningcha G'uncham dramasi Uyg'ur sahna san'ati, jumladan Uyg'ur dramaturgiyasi tarixida muhim o'rin tutadi. Bu drama ozodlikdan burungi iliy yezlarda jafo ichida o'tgan Uyg'ur dehqonlarining ichinishliq turmush sarguzashtlari, bo'libmi zo'ravon kuchlarning qatma-qat zulmiga, ig'ir darajada dafsanda qilishiga uchirgan Uyg'ur yoshlarining muhabbat erkinligi, tanglik, haqqoniyat va ozodlik yo'lida qaysarlik bilan elib borgan kurashlari intayin jonliq, sahnatili va individual xarakterga ega sahna obrazlari orqali ro'shan yoritib berilgan. Shunlashqa bu sahna asri necha 10 yildan buyon Uyg'ur teatr sahnalaridan tushmay kelyapti. Bu drama sizning o'zingizga xos ifodalash iqtidoringizni ifodalab berdi. Shundaqmi? Men kichkimda kishilarning ishkida ushaq-tushak, yugur-yutim ishlarni qilatdim. G'ayribchilik, yo'qsizlik, zulm va yetimlik dardini tortib cho'ng bo'ldim. Shu yillari murodimga yetolmay nobud bo'lib ketgan qiz yigitlarni ko'p uchratdim. Shu yillari murodiga yetolmay nobud bo'lib ketgan qiz yigitlarni ko'p uchratdim. Men 13 yoshga kirgan yili dadam olamdan o'tdi. Shunga o'qishni davomlashtirishga chorasiz qilib, xeyli yillargacha dehqonchilik qildim. Bu hol meni dehqonlarning o'ziga xos turmush ham tilini bir qadar pishiq o'rganib bilish fursatiga ega qildi.
Mana bular mening G'uncham dramasini yozishimga turtki bo'ldi. Endi bu dramaning qandaq yozilganligini sana o'xshash obzorchilar baholisi bo'ladi. Adillik bilan berilgan baho kishilarni o'ng'ayla qoyil qiladi. Tugedi. Hürmetli qarindoshlar, merhum Zunun Qadiri Efendi bilan o'tkazilgan bu suhbat xotirasini mana shu go'zal manzirada sizlarga o'qib beralganligimdan nihoyatda xursandman. Gapning ochiqini aytsam, har qitim shu adiblarimizning bo'libmi bizdan vaqtsiz ayrilgan adiblarimizga munosabatli asarlarni, shunga o'xshash suhbat xotiralarini yoki bo'lmasa shu adiblarimizning asarlarini o'qigan vaqtimda shunday bir xil hayajonda o'qiyman. Chunki xuddi shular atrofimda o'zlarining asarlarini anglayotgandek shunday bir go'zal tuyg'ularda bo'laman. Ruh degan mangu yashaydi-ku. Shu kishilarimizning makoni nurlari ichida bo'lsin. Ma'qul amsa, hurmatli qarindoshlar, bugungi kitob o'qishimiz mushagicha bo'lsin. Kelar qitimliq programmamizda ko'rishaylik. Oxirida huzuringizga qisqa bir sunaman, u bo'lsa-mu yaqinda Gretsiyadan bir ikki do'stim kelgandi. Shu do'stlarim bilan Fransiyaning Ivoire degan bir kichik kenti bor. Ko'l bo'yiga joylashgan. Shu yerga berib aylangan vaqtdagi manzarlar. Bahar og'aysizlar. Xayr xo'sh, kelar qitimliq programmamizda ko'rishaylik. Aman bo'laylik. Xayr xo'sh. Wow, super. Nim degan go'zal.